Bugun dilda ajib hayajon, bugun quyosh o'zgacha porlar, bugun sizni shirin orzular yana bir bor bag'riga chorlar. Aytadilar turfa qutlovlar, umringiz go'zal baxtlarga to'lsin. Yuzda shirin tabassum ila tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Bahriddin aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshi. Ahvolingiz, kayfiyatlaringiz a'lomi? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Rahmat, yo'q. Kim bu? Ayni vaqtda shodlik lahzalari loyihasidan jonli qo'ng'iroq qilyapmiz. Bilishimiz bo'yicha bugun sizni tavallud ayyomingiz ekan, shunaqami? Avvalroq Ayyomlar muborak bo'lsin, baxtomad, tinchlik, xotirjamlik hamisha hamrohingiz bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ruvchi barcha yaqinlar baxtiga ilohim sog' salomat bo'ling. rahmat. Akajon, bugun inshaalloh nechanchi bahorni qarshi olyapsiz? 47. Ajoyib, ilohim mana shu yoshingiz qutlug' kelsin. Qalbingizda yashirib qo'ygan barcha yaxshi orzularingizga ilohim mana shu yoshingizda erishishingizni tilaymiz. Bilasizmi, bugun sizning nomingizga atalgan chiroyli tabriklarni, dil-izhorlarni qabul qilib olganmiz. Taxmin qilib ko'ring-chi, maktubimizning asosiy muallifi bugun kim bo'lishi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Endi o'g'limni bek olish kerak. Albatta. Onasi bilan ikkisida. Albatta. Ota-onangiz Norgul opa, Jumaxol momalar, ayolingiz Malika opa, o'g'lingiz Nurbekjon nomlaridan tabriklab turibmiz. Umringiz ziyoda bo'lsin. Rahmat, bularga katta rahmat. Yonimda bolam. Ilohim hamisha salomat bo'ling. Keling endi esa ularning chiroyli tabriklari bor o'zingizga o'qib eshittiraman, maylimi? Davay, yaxshi. Marhamat. Assalomu alaykum. Biz uchun aziz va qadrli bo'lgan insonim, umr yo'ldoshim, suyangan tog'im. Bugungi shukrona tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sizga sog'lik, salomatlik, bitmas tuganmas baxt, omad, uzoq umr tilab qolaman. Avvalambor Allohimga shukronalar aytaman. Sizdek insonni menga hadya etgan uchun. Siz tufayli ayollik, onalik qanchalar go'zalligini his etdim. Ilohim oilamiz mustahkam bo'lsin. Farzandlarimiz rohatini ko'rib yuraylik. Umringiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Tanu joningiz sog' bo'lsin. Qalbingizda huzur, halovat, yuzingizda hamisha tabassum bo'lsin. Allohim sizni o'z panohida asrasin. Bizlarni deb chekayotgan zahmatlaringiz evaziga ikki dunyo sabab bu saodatini, rohat va farog'atini ato etsin. Birgalikda qilgan barcha orzu va niyatlarimizga erishaylik. Sizni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Barcha kezar ekan gulgun bog'ingda, maqtoving yo'llashib ko'ngling olarkan. Kimgadir suyanging kelgan chog'ingda tog' bo'lib turgan otang bo'larkan. Omading borida, baxting borida, do'styor har kuni yo'qlab turarkan. Davlating yo'g'ida, qalbing zorida yoningda qolgan otang bo'larkan. Hatto jigarlaring bo'lib yetti yot, yeganing, ichganing minnat qilarkan. Yo'qchilik, iztirob yo'llasa hayot, chin yordam bergan otang bo'larkan. Dunyoga jar solib sevdim deganlar xiyonat qilarkan, bag'ring tilarkan, ortdan pichoq ursa do'stim deganlar qalbidan kuygan otang bo'larkan. Yo'lingda uchrarkan ming bitta balo, tashvishda soxtalar yuzin burarkan, boshingga tushganda turfa muammo, duolar qilgani otang bo'larkan. Yaxshi ko'raman deb poyin qil tavof, yurakdan shodlanib chindan kularkan. Kimnidir sevishda bo'lgin ehtiyot, chin sevgan otang-ku onang bo'larkan. Yostiqlarga bir kun botsa gar boshim, meni sotib ketsa do'stu sirdoshim, sarg'aygan yuzlarim yuvsa ko'z yoshim, o'sha kun men uchun kim achinar kim? Eng avval kuyunar umr yo'ldoshim. Bag'rimda ulg'ayib tani bilar hayot, yonimda olarlar tarbiya sabot. Farzandlarim ketar uchirib qanot, yostiqlarga bir kun botsa gar boshim. Eng avval kuyunar umr yo'ldoshim. Tirik jon xastalik quchishi mumkin, omad qushi boshdan uchishi mumkin, hatto yaqinlarim ketishi mumkin. Meni sotib ketsa do'stu sirdoshim, eng avval kuyunar umr yo'ldoshim. Qarindosh jigarim olam g'animat,
Otam g'animatdir, onam g'animat. Yoshim 40dan oshib keldi bir fursat. Sarg'aygan ko'zlarim yuvsa ko'z yoshim, eng avval kuyunar umr yo'ldoshim deya samimiy tilaklarini yakunlabdilar farzandingiz va suyukli ayolingiz. Katta rahmat. İşleriniz rahmat versin sizlerin yani. Canlarınız sağ olsun. Tashakkur akajonim, marhamat. Yaqinlaringiz uchun, ota-onangiz uchun, ayolingiz, farzandingiz uchun bildiradigan samimiy minnatdorlik izhorlaringiz bo'lsa, go'zal tarzda yetkazib qo'yamiz. Ular hem canı sağ olsun. Nima arzu ümitler olsa Xudoyim yetkazsin. Nima deyip bilemem. Kolumdan keleniçe şuları deyip yaşayotimiz bundan keyin hareket edemiz. Ilohim yigit boshingiz egilmasin, oilangiz baxtiga doim sog'-omon bo'lib yurishlik nasib etsin. Ushbu kunda tilaklarim ummon bir olam. Unda yo'q aslo g'am, tashvish va alam. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam. Siz uchun baribir u tilaklar kam. Akajonim, tavallud ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Kun davomida Alloh kayfiyat tark etmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sağ olun. Rahmat. Xo'p bo'ladi, omon bo'ling. Sağ olun. Sizdan keyin yoniga olib cho'ntagimga 3-4 so'm solib kim boradi bozorga olib sizdan keyin ayting dadajon. Xato qilsam tergaydi kimlar, yutug'im chin xohlaydi kimlar, quvonadi maqtaydi kimlar. Sizdan keyin ayting dadajon, ayting dadajon, ayting dadajon, ayting dadajon, dadajon. G'animlarim eshigin poylar, yuragimga quyular qonlar. Kimga olib kelaman tunlar, sizdan keyin ayting dadajon. Qanday sinovlardan qochaman, kimga arzin to'kib sochaman, ayting kimga bag'rim ochaman, sizdan keyin dadajon. Ey dadajon, ayting dadajon, dadajonim, 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 dadajon, dadajonim, 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 dadajon. Duolaringiz qandoq qilaman, doim nedir kamdek bilaman. So'zlang so'zingiz quloq solaman, sizdan keyin ayting dadajon. Qulashi ham mumkinmi tog'lar, meva bermay qo'yadi bog'lar. Onam ham yuzidagi dog'lar, sizdan keyin ayting dadajon. Dadajonim, 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 dadajon, dadajonim, 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 dadajon.
Taqdir degan bir-birimiz bog'labdi. Xudo bizni juftligimiz xohlabdi. O'shal kundan siz-ku ko'ngil sirdoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Tog'im deya har bir ishda suyansam, goh siz kutgan so'z aytishga uyalsam, dilingiz mendan og'rimasin dildoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Xo'sh, doktor, biz ham farzandli bo'lamizmi? Sizni tahlil natijalaringizga qaraganda hammasi yaxshi. Faqat kelinimiz ozgina davolansalar hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo Tushunarli. xohlasa. Hamma kerakli muolajalarni yozib berasiz, biz davolanamiz. Xo'p, Hammasi bo'ladi. yaxshi bo'ladi. Albatta. Qani turing. Kunlarim isib ketdi. Mana buni ichib ol. Hamma ayb menda ekan. Men sizni baxtsiz qildim. Nimalar deyapsan? Qo'ysang-chi. Ozgina sabr qilsak, muolajalarni qilsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Farzandli bo'lamiz. Siqilma. Ol. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz, sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Chidab bo'lmas erkaligim ko'targan, sevgi degan sinovimdan o'talgan. Gohim mehribonim, goh bag'ritoshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Birga ko'ring farzandlarni baxtini, uzoq yillar shodligu rohatini. Yuz yoshda ham ishqdan qotirib boshim. Baxtimga sog' bo'ling umr yo'ldoshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Uyim joyim deysiz, sultonim boshim. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Xudo bergan yonimdagi sirdoshim. Qalaysan? Dorilaringni ichib oldingmi? Ha, ichdim. Mazang yaxshimi? Nega kayfiyating yo'q? Azizim, sizga bir iltimosim bor. Xo'p, nima iltimos ekan? Boshqa ayolga uylanib farzandli bo'ling. Men bilan umringizni bekorga o'tkazmang. Iltimos. Bu gapingni bir marta gapirdingmi? Boshqa gapirmagin, tushundingmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Tashnaligim qondirguvchi choyimsiz, yarim ko'nglim to'ldirguvchi boyimsiz. Men ko'kda oysiz, yonimda quyoshim. Baxtimga bor bo'ling umr yo'ldoshim. Singlim, vaqtida davolanganingiz o'z samarasini beribdi. Siz yaqinda ona bo'lasiz.
Albatta. Siz homiladorsiz. Umr yo'ldoshim, siz umr yo'ldoshim. Yolg'iz